Farg'ona yana bir bor sizlarga respekt. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Farg'onaliklarga ishonsa bo'ladi deganmidim, ishonsa bo'ladi do'stlar. Chunki 6-tur doirasida o'sha avtomobil sovg'a qilingandan so'ng men o'z video roligimni chiqqandim va ular 7-tur doirasida Bunyodkor bilan to'qnashganda Bunyodkor stadionida chiroyli muxlislik atmosferasini yoqib beradi degandim va bu narsani isbotlab berib ketishdi. Gap yo'q. Video roligini ko'ringlar, haqiqatan muxlislariga respekt. Biz O'zbekistonda barcha muxlislariga aytib qolamiz, sizlar o'z jamoalarini chiroyli tarzda qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga egasizlar va bu narsani maydonga tushing, qo'llang, quvvatlang jamoani. Agar jamoada yaxshi natija bo'lmasa yoki jamoasiz xohlagan o'yinni ko'rsatmasa, maydonda o'zida talab qilishni o'rganishimiz kerak. Do'stlar, sizlar farg'onaliklar respekt. Gap yo'q lekin haqiqatan o'zi vodiyning uchalasi ham juda chiroyli tarzda muxlislikni olib borishadi. Aynan mana shu Farg'ona, Andijon, Namangan muxlislari ham tartibi, ham birligi, ham juda ham chiroyli muxlisligi bilan juda ham katta e'tiroflarga sazovor bo'lishyapti. Sababi bular o'z jamoalarini hech qayerda yolg'iz qo'shmayapti. Samarqandlik, Buxorolik, Qashqadaryo, Xorazm, Sirdaryo, Jizzax bular ham o'z muxlisligini juda ham chiroyli tarzda olib borishyapti. Ammo lekin yana ham fan klubning ustida ayrim klublarimiz ishlashiga to'g'ri keladi. Negaki jamoalarni qo'llab-quvvatlaydigan muxlislar soni ayrim klublarimizda kamayib qolgan. Mana shu narsa bo'yicha albatta klublar bir muxlislar oqimini ko'paytiradigan umiddamiz. Sog' bo'linglar. Farg'ona yana bir bor sizlarga respekt.